Ruboiy, tuyuq, qita, 4 misrali ushbu she'rlar juda ham ko'pchilikni o'ylantiradi. Xo'sh, ularni imtihonda qanday farqlash mumkin? Ruboiy 4 misradan iborat. Hazaj Bahrning Ahram va Ahrab shajaralarining jami 24 tasida yozilishi mumkin bo'lgan she'riy janr. Ruboiy ikki xil bo'ladi. Taronai ruboiy, xosa ruboiy. Buning asosiy xususiyati nimada? Taronai ruboiyni har 4 misra o'zaro qofiyalanadi. Xosa ruboiyda esa 3-misra odatda qofiyalanmasdan qolib ketadi. Tuyuq ham xuddi ruboiy kabi 4 misradan iborat. Qofiyalanish ham xuddi ruboiy kabi 4 ta a yoki a b a tarzda qofiyalanuvchi she'riy janr hisoblanadi. Unda ruboiydan buni qanday farqi bor? Tuyuqda qofiyadosh bo'lib kelayotgan so'zlarning hammasi o'zaro shakldosh yoki shakl jihatdan bir-biriga yaqin bo'ladi. Eng oson topiladigan janr esa bu qita hisoblanadi. Qita janrida toq misralar qofiyalanmasdan juft misralar o'zaro qofiyalanadi. Demak, tuyuq, ruboiy va qitaning eng asosiy farqi ularning qofiya tizimi ekan. Ruboiyda a yoki a b a tarzda qofiyalanadi. Agar to'rala misrasi ham qofiyalansa, taronai ruboiy, agar 3-misra qofiyalanmay qoladigan bo'lsa, bu xosa ruboiy bo'ladi. Xuddi shu qofiyalanishga ega tuyuq janrini qofiyalarimiz tajnisli, ya'ni amonim so'zlardan iborat bo'lar ekan, qit'ada esa 1 va 3-misra qofiyalanmasdan 2 va 4-misra o'zaro qofiyalanadi.